Nazla, menga bitta kuzatuvchim shunaqa video jo'natibdi. Yana kommentda uyaling. Bunaqa reklama qilishga deb menga tuhmat qilyapti. Ishlatilgandan keyin bu tepaga ko'tariladi desam, bo'lmagan gap, tepaga ko'tarilmaydi dedi. Xo'p, isbot uchun men bitta o'zim uyda ishlatib qo'ygan, ana zangmiyni ochdim. Men hatto bu narsaga majbur emasman. Men просто tuhmatlarga yo'qman. O'zimga ham qiziq bo'ldi. Qanaqa bo'lar ekan? Действительно ochsam, tepaga ko'tarilib turibdi u zangmi. Mana qarang, ichkarida. Действительно keyin men ham o'yladim, da ichida kam bo'lar ekan deb. Baxtimga uyimda yangi zangmi bor ekan, yangi zangmi. Hozir ko'rasizlar videoda. Qani o'zim uchun yengisini ham ochib ko'raman. Qani qatgacha bo'lar ekan. Men o'ylardim, har siqqan sari tepaga chiqadi deb o'ylardim-da. Qani ko'ramiz. Mana yengisi. Qo'lingga ehtiyot bo'l. Boshqa qiladi. Mana o'rtoqlar uchida turibdi, ishlatilmagan varianti. Shuni men hozir anunga isbot qilib beraman. Mana men bu ishlatilgan variantim tepaga ko'tarilatsam bo'lmagan narsa deydi. Ko'zinglarni oldida ochdim. Bu ham zangmi, bu ham zangmi. Shunaqa g'alamiz, po'q tushunmay menga o'zicha video jo'natib men bilan urushmoqchi bo'lganlik atvetda bu. Maqsadi nima? Nima xohlaydi? Men bilmayman. Mana zangmi, mana yengisi. Sirazi ochdim, ko'zinglar oldida turibdi men bitta. Mana men siqilib tepaga chiqqan. Odam omi bo'lsa, birovning ichidan ayb qidirish kerak emas. Spetsalli baxtimga uyimda yengi bor ekan, yengini ochdim. Xudoning o'zi sallaga insof bersin. Meni tuhmatda ayblayotganing uchun, aldab sotyapsanlar deyotganing uchun sallaga Alloh insof bersin. Boshingda ro'mol, uyalgin. Uyal menga bunaqa video обращение qilishdan.